Muqaddima audio kitob 18-qism. 2-bob Ko'chmanchi xalqlar sivilizatsiyasi, yovvoyi qabilalar va ularning yashash sharoitlari. 1-fasl. Ko'chmanchilar va o'troq aholi tabiiy jamoalardir. Ular o'rtasidagi sharoitlarning farqlari ularning hayot kechirish uslublaridan kelib chiqadi. Ularning birlashuvi hayot uchun zarur bo'lgan narsalarni ta'minlashda hamkorlik qilish imkonini beradi va dastlab oddiy ehtiyojlardan boshlanib, keyinchalik qulaylik va hashamatga o'tish imkoniyatini yaratadi. Ba'zi odamlarning qishloq xo'jaligi, sabzavot va donlarni ekish hisobiga yashasa, boshqalari esa chorvachilik, qo'y, mol, echki asalari va ipak qurti kabi hayvonlarni yetishtirib, ulardan foydalanish orqali kun kechiradilar. Qishloq xo'jaligi yoki chorvachilik bilan shug'ullanuvchilar uchun yaylovga chiqishdan boshqa chora yo'q. Chunki faqat yaylovdagina keng dalalar, hayvonlar uchun o'tloqlar, boshqa resurslar taqdim eta oladi. Bunday paytda ularning birdamligi va yashashni ta'minlash uchun hamkorligi, ovqat, boshpana va issiqlik kabi hayot uchun eng zarur narsalar doirasidagina amalga oshadi. Zotan ular bundan ortig'iga qodir bo'la olishmaydi. Bora-bora sharoitlarning yaxshilanishi, o'z ehtiyojlaridan ortiq boylikni orttirish ularda xotirjam va yumshoq xarakter shakllanishiga sabab bo'ldi. Keyinchalik ular zaruratdan ortiq narsalarda ham hamkorlik qilishni boshlaydilar. Ular avvalgidan ko'ra ko'proq ovqat iste'mol qiladilar. Kiyimlar bilan faxrlanishni o'rganadilar. Katta uy quradilar va himoyalanish uchun shaharlarga ko'chadilar. Buning natijasida qulaylik va osoyishtalik oshib boradi. Bu esa hashamat odatlarining shakllanishiga olib keladi. Ular taom tayyorlashning yuqori mahoratiga ega bo'lishidan g'ururlanadilar. Kimxob va ipak kabi turli hashamatli matolardan tayyorlangan kiyimlar bilan faxrlanadilar. Baland binolar qurishda raqobatlashadilar. Binolarni murakkab tarzda jihozlashga kirishib ketadilar. San'atni rivojlantirishda faol qatnashadilar. Endilikda ular bu yo'nalishda kim-o'zarga harakat qila boshlaydilar. Natijada ularning kiyimlari, yotoqlari, idishlari va foydalanadigan asbob-uskunalarning sifat darajasida tafovut yuzaga keladi. O'troq deganda shaharlar yoki shahar davlatlar aholisi nazarda tutiladi. Ularning ba'zilari tirikchilik uchun hunarmandchilikni tanlasa, boshqalari savdoni tanlaydi. Ular ko'chmanchilardan ko'ra ko'proq daromad oladilar va yanada qulayroq yashaydilar. Chunki ular ehtiyojdan tashqaridagi qulayliklardan foydalanadilar. Tabiiyki, ularning yashash tarzi boyliklariga ayni mos bo'ladi. Shunday qilib ko'chmanchilar va o'troq aholining har ikkisi tabiiy ravishda vujudga keladigan jamoalar ekanligi aniq bo'ldi. 2-fasl. Arab badaviylari xilqatdan tabiiy jamoadir. Oldingi bo'limda aytib o'tganimizdek, ko'chmanchi aholining yashash tarzi qishloq xo'jaligi va chorvachilikka asoslangan tabiatga mos keladi. Ular oziq-ovqat, kiyim-kechak va turar joyning kifoya qilguvchilik miqdor bilan cheklangan holda ko'chmanchilik hayot tarzi taqozosiga ko'ra yashaydilar. Ular na qulaylik va na hashamat bor ularda. Ular jundan to'qilgan chodirlar, yog'och va loy kabi toshdan qurilgan oddiy uylardan foydalanishga majburlar. Ammo don yetishtirish va qishloq xo'jaligi hisobiga yashaydiganlar uchun ko'chib yurishdan ko'ra o'troq yashash yaxshiroqdir. Barbarlar va ajamlardan iborat qishloq va tog'li hududlar aholisi bunga misol bo'ladi. Suv va o'tloqqa ehtiyoj sezadigan, aytaylik, qo'y va sigir kabi chorva hayvonlariga ega bo'lganlar odatda o'z hayvonlari uchun o'tloq va suv topish maqsadida ko'chib yuradilar. Chunki ularning yer yuzi bo'ylab kezib yurishlari hayot tarzlari uchun mosroqdir. Ular shaviya, ya'ni qo'y va sigirlar hisobiga tirikchilik qiluvchilar deb nomlanadilar. Boshqa yaxshi o'tloqlardan quruq qolmaslik maqsadida ular muayyan bir yaylovda uzoq o'rnashmaydilar. Bunga barbarlar, turkiylar, o'g'izlar va slavyanlar misol bo'ladi.
Tuya boqadiganlar esa undanda ko'proq harakat qilishadi. Chunki yaylovdagi o'tloqlar tuyalarga yetarli ta'minot bermaydi. Ular sahro butalaridan oziqlanishi va sho'r sahro suvi bilan sug'orilishi kerak. Ular qish davomida sovuq havodan qochib, sahro hududlaridagi iliq havoda kezib yurishlari, shuningdek sahro qumlaridan oralab o'z juftlarini izlab topishlari zarur. Tuyalarning tug'ilishi boshqa hayvonlarga nisbatan og'irroq kechadi. Bu paytda ular iliqlikka ko'proq ehtiyoj sezishadi. Tuya egalari shuning uchun ham sahroda uzoq kezib yurishga majburlar. Ko'p hollarda ular shahar zobitlari tomonidan o'tloqlardan quvib chiqariladi. Bunday holatda ular jazolanmaslik uchun sahroga qochishga majbur bo'ladilar. Shuning natijasida ular anchagina yovvoyi insonlarga aylanadilar. O'tloq odamlar bilan solishtirganda ular go'yo yovvoyi, yirtqich hayvonlarga tengdir. Ko'pchilik arablar ham ayni shu sinfga xos bo'lganlar. G'arbda ko'chmanchi barbarlar va zanatalar, sharqda esa kurdlar, o'g'izlar va turkiylar bu jihatdan ularga o'xshaydi. Biroq arab badaviylari cho'l hayoti bilan ko'proq bog'liq bo'lgan xalqdir. Chunki ular faqat tuyalar hisobiga yashaydi. Boshqa guruhlar esa qo'y, sigir va tuyalardan ham oziqlanadi. Shuni anglash mumkinki, badaviylar sivilizatsiyasining ajralmas qismi bo'lmish tabiatga bog'liq xalqlardandir. 3-fasl. Badaviylar o'troq aholidan ilgari mavjud bo'lib, sivilizatsiyaning asosini tashkil etgan. Shaharlar esa bu ikki hayot tarzining tirgagidir. Badaviylarning ehtiyojlari zarurat miqdori bilan cheklanishi, o'tloq aholisi esa qulayliklarga va hashamatlarga e'tibor berishi haqida aytib o'tgan edik. Zarurat qulayliklardan oldin kelishi aniqlikdir. Zarurat birlamchi, hashamatlar esa ikkilamchi darajali hisoblanadi. Shunday qilib ko'chmanchilik o'troqlikning ibtidosi hisoblanib, o'troqlashishdan ilgari mavjud edi. Inson eng avvalo birlamchi zaruratni izlaydi. Uni qo'lga kiritgandan so'nggina qulayliklarga va hashamatlarga ega chiqa boshlaydi. Cho'l hayotining qattiqligi o'troq hayotining yumshoqligidan oldin kelgani aniq. Shuning uchun tamaddun badaviylikning oxirgi nuqtasida hisoblanadi. O'troq aholining esa agar majburlik yoki shahar aholisining nomaqbul ishlari sabab bo'lmasa, cho'l sharoitiga hech qanday istagi bo'lmaydi. Biz ko'rishimiz mumkinki, shahardagi aksar aholisining kelib chiqishi atrofdagi qishloqlarda yashovchi badaviylarga borib taqaladi. Ular boyib shahar ichiga joylashdilar va o'troq muhitda mavjud bo'lgan osonlik va hashamatli hayot tarzini qabul qildilar. Qizig'i, badaviylik va o'troq aholining har ikkisi ham o'z hayot sharoitlari bilan farq qiladi. Ba'zi urug'lar boshqalaridan, ayrim qabilalar boshqalaridan, ba'zi shaharlar boshqalaridan kattaroq, ba'zi shaharchalar boshqalardan ko'proq aholi qamroviga ega. 4-fasl. Badaviylar o'troq aholiga qaraganda ezgulikka yaqinroq. Buning sababi shundaki, nafs inson o'zligi dastlabki fitratini yo'qotmagan bo'lsa, har qanday yaxshilik yoki yomonlikni qabul qilishga tayyor bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladilar. Har bir bola fitratda tug'iladi. Ota-onasi uni yahudi yoki nasroniy yoki majusiyga aylantiradi. Ikki xulqning qay biriga yaqin bo'lsangiz, tabiiyki boshqasidan uzoqlashib borasiz. Shahar ahli mol dunyoga muhabbati va har xil lazzatlarga berilib ketishi tufayli ko'plab yomon xulqlarni odat qilib oladi. Shuning uchun yaxshilik va to'g'ri yo'l ular uchun qiyin va uzoq bo'lib qoladi. Bundan tashqari ularning qalblari qing'irlik va yomon xulqlarga moyil bo'lib, bu kabi odatlar ularning ruhiyatiga qattiq singib ketadi. Badaviylar esa asli fitratga yaqin bo'lib, yomon odat va axloqdan uzoqroq bo'ladilar. Badaviylar oddiy hayot tarzlari, tabiat bilan
yaqin aloqasi hamda yomon ta'sirlardan yiroqligi tufayli fitratning tozaligini saqlab qolishgan. Ular shahar ahliga nisbatan kamdan-kam yomon odatlarga ega bo'ladilar. Shuning uchun ularning nafsi yaxshilikka tezroq moyil bo'ladi. Ular o'zlarining xulqi va muomalalariga soddalik va toza fitratni namoyon qiladilar. Ularda shahar ahlida uchraydigan yomon odatlar yoki axloqiy buzilishlar deyarli yo'q. Shu sabab ularni tuzatish muhim aholini isloh qilishdan yengilroq. O'z-o'zidan o'troqlik sivilizatsiyaning oxirgi bosqichi bo'lish bilan birga asl fitratdan ajralib chiqish va ezgulikdan yiroqlashish jarayoni bilan hamohang tarzda yuz beradi. Shundan ma'lumki, badaviylar shahar ahliga nisbatan ezgulikka yaqinroq va yomonlikdan yiroqroqdir. Bundan tashqari badaviylar jasoratga o'troq aholiga nisbatan ko'proq moyildir. Buning sababi o'troq aholining lazzatlanishga va qulaylikka odatlanishi bilan bog'liqdir. Ular farovonlikka g'arq bo'lishdi, tirik qolish uchun kurashga bel bog'lashmadi. Oxir-oqibat chidamlilik, yaroqlilik kabi sifatlar ularning muhim xususiyatlaridan bo'lmay qoldi. 5-fasl. Badaviylar o'troq aholiga nisbatan shijoatliroqdir. Sababi shundaki, o'troq aholi lazzatlanishga va qulaylikka odatlanishdi. Shuningdek, o'troq aholi o'z jonini himoya qilish ishlarini hokimlariga va ularni boshqaruvchi hukumatga yuklaganlari uchun rohat, farog'at va noz-ne'mat ichida yashab, tinchlikda umr kechirishgan. Hukumatga himoya uchun tashkil etilgan qo'shinlar va istehkom devorlari ishonib topshirilgan. Shuning uchun ular bu haqda qayg'urmaydilar va unga o'rganmaganlar ham. Ular jang qilishni, qurol-yarog' ishlatishni unutib, boshqalarga qaram bo'lib qolganlar. Bu holat avloddan avlodga o'tib, tabiiy xulqqa aylanib ketgan. Badaviylar esa odamlar jamiyatidan uzoqda yashab, xorlik sharoitida hayot kechirganliklari, ularni himoya qilish uchun devorlar yoki darvozalari bo'lmaganligi sababli o'zlarini o'zlari himoya qilish, bu borada o'zlaridan boshqadan yordam kutmaslikka odatlanadilar. Shuning uchun o'zlarini himoya qilishga majbur bo'ladilar va buning uchun boshqalardan umid qilmaydilar. Ular har doim qurol-yarog' ko'tarib yuradilar va hamisha ehtiyotkorlik bilan ish tutadilar. Ularga biror xatar yetmasligi uchun yaqinlari orasida ot yo tuyalar ustidagina uxlaydilar. Qashshoqlik va yo'qchilik qiyinchiliklariga chidamli bo'lib, o'ziga ishonch bilan yashaydilar. Ular uchun mardlik va jasorat tabiiy xususiyatga aylanib qoladi. Qachonki ularga chaqiriq yoki yordam so'rovi bo'lsa, ular zudlik bilan javob berishadi. Agar o'troq aholi badaviylar bilan aralashib yashay boshlasa yoki safarda ularga hamroh bo'lsa, ularga boqimanda bo'lib qolishadi. Buni kundalik ishlarni bajarish, suv manbalari, yo'llar va havo sharoitlariga nisbatan qiziqish va bilimga ega bo'lmasliklari ko'rsatadi. Buning sababi yuqorida bayon qilindi. Inson muhitga tobedir, tabiati va mijoziga emas. Atrofdagilarga diqqatla e'tibor qilsangiz, ushbu haqiqatni chuqurroq anglab yetasiz. 6-fasl. O'troq aholining hukmga bo'ysunishi ularning qudratiga putur yetkazadi. Bunga sabab shuki, har bir inson o'z ishiga o'zi hukmron bo'lishni istaydi, ammo voqelikda kamchilik ko'pchilik ustidan hokimiyat yuritadi. Demak, odatda inson kimningdir hukmi ostida bo'ladi. Endi agar o'sha hukm, buyruq va qaytariqlaridan insonlar mashaqqat chekmaydigan darajada yumshoq va adolatli bo'lsa, u holda mahkumlar ularni biror ishga undovchi motiv yo'qligini bilgan holda o'zlaridagi botirlik va qo'rqoqlik qobiliyatlariga erkin egalik qilishadi. Natijada ularning o'ziga bo'lgan ishonchi ularning xilqatiga aylanishga ulguradi. Endi agar
bu hukm jazo va qahr ustiga qurilgan bo'lsa, u holda mahkumlarning ichki kuchi zavol topadi. Sababi ular hukm joriy bo'layotgan zaylda o'zlarini himoya qila olishmaydi. Agar jazo yoshlik davrida ta'lim ma'nosida bo'lsa ham, o'spirinning o'ziga bo'lgan ishonchini puchga chiqaradi hamda tarbiyachiga nisbatan so'zsiz itoat va qo'rquv hissini shakllantiradi. Badaviylarda esa holatning aksini ko'ramiz. Ular hukm ijrosi ostida yashaydiganlarga solishtirganda ancha shijoatli va qo'rqmasdir. Shu sabab Umar roziyallohu anhu Saidni qaytargandilar. Qodisiya jangida Zahra ibn Haviya Fors sarkardalaridan Jaliniusni qatl etib, unga tegishli bo'lgan o'ljani qo'lga kiritadilar. Qo'mondon Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu u kishiga shoshqaloqlik qilmaslik ma'nosida uni kuzatib borish va o'ldirishga izn so'rasangiz bo'lmasmidi deya jazo o'laroq o'ljani tortib oladilar. Voqeadan xabar topgan Umar roziyallohu anhu Saidga erishilgan g'alaba va Zahraning chekkan zahmatidan keyin ham shunday qilasanmi? Axir shashtni so'ndirib, qalbini o'rtaysan-ku, deydilar va Zahraga o'ljasini qaytarib berishini amr etadilar. Unda qanday qilib sahobalar shariatga bu darajada itoat qilishgan bo'lsalar-da, shijoatlari zaiflikka yuz tutmagan, qudratlari esa ziyoda bo'lavergan. Javob shuki, sahobalar Rasulullohdan dinlarini qabul qilisharkan, shariat ularning o'zligiga bosqichma-bosqich singib borgan. Salkam 23 yil davomida ularning hayotlariga sekin-astalik bilan o'rnashib, joriy bo'lib borgan. Shuning uchun ular shariat ko'rsatmalariga amal qilarkan, uni majburiy boshqaruv usuli deb emas, balki insoniyatning shonli burchi deb qarashgan. Demak, sulton joriy qilgan hukmlarning jamiyat qudratini zaiflashtirishiga sabab u tashqi motiv ekanligi bo'lsa, risolat ko'rsatmalarining aks ta'siri uning ichki motiv ekanligidir. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu kimni shariat isloh qilmagan bo'lsa, uni Alloh isloh qilmaydi deganlar. Aslida shariat Alloh taoloning ichki olamni tarbiya qilish uchun bandalariga nozil qilgan dasturi hisoblanadi. Kim u orqali o'zini isloh qilsa, Robbisi undan behojatdir. Muhammad ibn Abu Zayd Ahkamul Muallim val Mutallim kitobida murabbiy ilm olayotgan bolalarni jazolaganda darrani 3 martadan oshirmasin deb keltiradi. Bundan ko'rinadiki, tashqi motiv mahkumning irodasizligiga olib boradi. 7-fasl. Cho'l yerlarida qabilalarning faqat jamoatchilikda yashashi mumkinligi haqida bilishimiz kerakki, Alloh taolo inson tabiatiga yaxshilikni ham, yomonlikni ham joylagan. Agar inson o'z muhitini nazorat qilmasa yoki diyonat uni tiyib turmasa, yovuzlik uning eng yaqin unsuriga aylanadi. Bu ko'pchilikka mos keladigan holat. Magar Alloh o'zi yo'l ko'rsatgan bo'lmasa, insonlar orasida adolat hissi ularning axloqidandir. Agar kishi birodarining mulkiga ko'z olaytirsa, unga hech nima to'sqinlik qilmasa, bora-bora unga qo'lini ham uzatadi. Mutanabbiy aytadi: zulm etmoq insonga xosdir, adolat qilganin sababi bordir. Shaharlarda insonlar orasidagi dushmanchilikni davlat va hokimlar tiyib turadi. Jamiyatdagi tashqi dushmanchilikni esa shahar devori yoki qurolli kuchlar to'xtatib qoladi. Badaviylarda esa bu xususiyatlar mavjud emas. Qabila boshliqlari agar o'zga
qabilaga urush e'lon qilsa, ularga mansub bo'lgan har bir kishi oyoqqa turadi. Ushbu qo'llov faqatgina bir nasab sohiblari orasidagina amalga oshadi. Aynan mana shunday qabilaning shafqati oliy, xatari yuqori bo'ladi. Inson tabiatan o'zining qarindoshiga nisbatan yuqori darajadagi shafqat va marhamat hissini tuyadi. Shuning uchun unga yordamini darih tutmaydi. O'z jamoasida bor bo'lgan kishiga tashqi tajovuz yetishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Yakka shaxslar bilan esa hech kimning ishi bo'lmaydi. Jang payti xavf tug'ilishi bilanoq barcha o'z omonligini izlab, yordamsiz qolib ketishdan qo'rqadi. Shu sababdan ular kengliklarda yakka tartibda hayot kechirmaydilar. Aks holda boshqa qabilalarga xo'rak bo'ladilar xolos. Himoya va mudofaa yakka tartibda yashash uchun zarur bo'larkan, boshqa qabilalar ustidan joriy qilinishi kerak bo'lgan hukmronlik uchun ham zarur hisoblanadi. Chunki bu ish hukm o'rnatish jangsiz amalga oshmaydi. Buning uchun esa yuqorida ta'kidlanganidek jamoaviy qo'llov kerak bo'ladi. 8-fasl. Qabilachilik faqatgina bir nasabga mansublik yoki uning o'rnini bosa oladigan aloqada amalga oshadi. Urug' a'zolari orasidagi bog'liqlik tabiiydir. A'zolarning biriga aziyat yetishiga chiday olmaslik ana shu bog'liqlik hosilasidir. Ular orasidagi nasabning qanchalik yaqinligiga qarab, unga ko'rsatiladigan madad qamrovi kengayib boradi. Agarda nasab uzoqlashsa, o'rtadagi birdamlik ramziy ma'noni kasb eta boshlaydi yoki majburiyat ma'nosida namoyon bo'ladi xolos. Ittifoq va hamkorlik ham mana shu ma'noni o'zida namoyon etadi. Sababi hamkorlikning ko'rgan zarari uni ham chetlab o'tmasligini bilishligini, uni qo'lidan kelgan ko'makini taqdim etishga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam silay rahim qilishingiz kerak bo'lgan qarindoshlaringizni aniqlab olinglar degan hadislaridan murod nasabni o'rganishdan maqsad faqatgina o'zaro hamjihatlik va birdamlik ruhini yaratish uchun ekanligini ayon bo'ladi. Aks holda nasab ilmini o'rganish vaqtni zoyi qilishdan boshqa narsa emas. Shuning uchun ham hakimlar nasab ilmi foydasiz ilmdir, uni bilmaslik zarar qilmas deyishgan. 9-fasl. Haqiqiy nasab yaylovlarda kun kechiradigan yovvoyi qabilalar yoki ularning martabasidagi kishilar orasida bo'ladi. Bunga ularga taqdir qilingan yashashdagi og'ir sharoit va yomon o'rin-joylar sabab bo'ladi. Ularning daromad manbai tuya boqishga asoslanganligi ham e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Tuya o'z navbatida sahro daraxtlaridan oziqlanish, uning suvidan sug'orilishga muhtojdir. Sahro esa ochlik va yetishmovchilik makoni hisoblanadi. Uzoq yillar u yerda yashashlik ular uchun buni odat tusiga aylantirgan. Biroq xalq ularga yaqin bo'lish, qarindoshlik aloqalarini barpo qilish istagini bildirmaydi. Qizig'i, badaviylarning o'zlari ham bu sharoitdan voz kechmaydi. Shuning uchun ham ularning nasablari aralashib ketishi va buzilishidan xavotir olinmaydi. Bunday holatni biz Muzor, Quraysh, Kinona, Saqif, Banu Asad, Huzayl va ularga qo'shni bo'lgan Huzoza qabilasida ko'rishimiz mumkin. Sababi ular ekin-tekin qilish mumkin bo'lmagan mintaqalarda yashar, Shom, Iroq kabi teri va donlar bilan shuhrat topgan yurtlardan uzoqda istiqomat qilardi. Lahm, Juzam, G'ossan, Toy, Quzoza va Idon kabi sovliqlari uchun yaylovlari, serhosil o'tloqlari bor bo'lgan tepaliklarda yashovchi arablarda nasablar chalkashib, xalqlari bir-biriga aralashib ketdi. Ular nasablarni muhofaza qilishni ustuvor vazifalardan deb hisoblashmadi. Yer unumdorligi sabab jamiyat boshqa millat vakillari bilan
loyihalandi. Hatto bir tom ostida yashovchi oila a'zolarining nasablari boshqa edi. Keyinchalik asl nasabga qarab emas, yashash o'rniga qarab nisbat berishga o'tildi. Damashq ahli, Avosim xalqi bu nasabga qo'shimcha ravishda yana bir taqsimotga aylandi. Ammo asl nasab badaviylar orasida saqlanib qolaverdi.